Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli jamoat. Boshlab o'zimizni tanishtirib olsak, men xalq deputatlari Hazaras tuman kengashi kotibiyat mudiri va Yusuf Hashar Islomon Sholaman. Biza hozir bilan uchrashuvda tuman hokimining maslahatchisi Abdurahmon Mardonbek bor. Keyin shu hududdan, sizlarning hududdan saylangan deputatimiz Masharipova Sayar apa bola, o'rinona Gülar apamni bilasizlar o'zingiz. Bir de uchrashishimizdan asosiy maqsad ushbu hududdagi deputatning joriy yilning o'tgan davri mobaynida amalga oshirgan ishlari bo'yicha xalq oldida axborot berilishi belgilangan. Birinchi okrug bo'yicha Juvatas mahallasi, Amudariya mahallasi bo'yicha saylangan deputatman. Yine hozir men so'rovnomani birinchi ish maktabining ham kapitalniy remonti bo'yicha so'rovnoma berganman. Juvatas mahallasining yo'llari bo'yicha, stalmalari bo'yicha so'rovnoma yuborilgan. Ana Amudariyaning birinchi ko'chasi bo'yicha so'rovnoma yuborilgan. Ham yo'llari asfaltlashtirish, stalmalari bo'yicha hozir shu muammolar bo'lib turibdi. Sizlarning takliflaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, yana eshitamiz. Qolaversa shu deputatning ish faoliyatini yana yosh katta odamlar bor ekan. Odamlar bo'lsa, ham ko'pingiz donislarida qanaqa deb topsak bo'laman, yaxshi deb topsak bo'laman, yo o'rta deb topsak bo'laman deputat faoliyatlarini. Men shu avval shu mahalla raisi bo'lib ishlagan Sayyoratamiz doimiy ish faoliyatida o'zim ichki ish yuritish guvoh bo'lganman. Shu mahallani razlashtirish, asfalt qilish, shu fikrlarni ma'qullayman. Qo'shilaman shu fikrlarni. Deputatlik faoliyatini davom ettiradi. Deputatlik faoliyatlarini yaxshi olib boryapti. Shu xalq bilan birga bo'lib, mahalla raisi bo'lgan vaqtlari